Demak, inglizcha kitob o'qishni boshladingiz. Lekin bir muammo bor. Qanday turdagi kitobligi muammo emas, balki kitobning mazmuni to'liqligicha sizga tushunarli bo'lmayapti. Bunday holatda albatta daraja yuqoriroq bo'lishi muhim. Lekin bilasizmi, hattoki boshlang'ich, ya'ni elementary darajasida ham o'zingiz xohlagan janrdagi kitoblarni miriqib o'qishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Shunchaki ularni to'g'ri kalit so'zlar bilan izlashning o'zi kifoya. Masalan, Level Books for Elementary Learners deb qidirilsa, millionlab materiallar paydo bo'ladi. Yoki Level Books for Upper Intermediate Learners deb yuqoriroq darajadagi kitoblarni topishingiz mumkin. Undan ham osoni, Telegram kanalimga o'tib, yuqoridagi kitoblarni katta jamlamasini qo'lga kiritishingiz imkoniyati ham bor. Faqat bir narsa muhim. Inglizcha kitob o'qish nafaqat maroq bag'ishlaydi, balki lug'at o'rganish uchun eng yaxshi usullardan biri hamdir. Shuning uchun o'qish davomida biror yangi so'zga duch kelsangiz, ularni yozib, yodlab olishni kanda qilmang. Salomat bo'ling.